Mustahkam sement sifatli klinkerdan boshlanadi. Shuning uchun har bir bosqichda aniq nazorat qattiq talab etiladi. Keling, bugun sizlar bilan birgalikda operativ sifat nazorati haqida gaplashamiz. Barcha jarayon klinker namunalarini olishdan boshlanadi. Namunalar har 2 soatda to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish jarayonidan olinadi. Bu o'sha vaqtdagi klinker sifati haqida aniq ma'lumot beradi. Olingan namuna laboratoriyaga keltiriladi. Bu yerda klinker maydalanadi va o'rtacha namuna shaklida olinib, so'ngra kukun holatiga keltiriladi. Keyin ushbu namunani gidravlik press yordamida maxsus tabletka ko'rinishiga keltiriladi. Mana endi olingan klinker namunamiz tahlil uchun tayyor. Birinchi bosqichda kimyoviy oksid tarkibini tekshiramiz. Bunda biz zamonaviy spektrometrga tayyor namunani joylashtiramiz va u bizga klinkerdagi kimyoviy oksid tarkibini aniqlab beradi. Olingan natijalar yordamida texnologik me'yorlarga to'g'ri kelishini baholaymiz. Keyingi bosqichda klinkerning mineralogik tarkibini aniqlash uchun zamonaviy difraktometr uskunasidan foydalanamiz. Ushbu uskuna klinker tarkibidagi aniq minerallar sonini va ularning miqdorini ko'rsatadi. Operativ sifat nazorati bu shunchaki tahlil emas, bu ishonch, bu mas'uliyat va har bir sement mahsulotining kafolatidir.